Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz hurmatli obunachilari. Bugungi ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa Shoka Motalnar ro'parasida yo'lni dik bo'yida yangi domada qurilgan 7 etajli domni 7-etajida 2 xonali kvartiramizni tanishtirib o'tsak, yurtdoshlar. Liftimiz ishlab turibdi, bemalol ko'rsataman, liftlarimiz ishlab turibdi aziz do'stlar. Liftda muammosi yo'q, yo'lni bo'yida yo'lni tushirmayapmiz sababi hozir bu yerda bir stroykalar bo'lib turibdi ekan yo'lni bo'yida, shu an tushirilmadim. Bu yerimizda girgandan damir eshiklarimiz Bismillahirrohmanirrohim deb girsak, joyimizda вообще gap bo'lishi mumkin emas. Yevro ta'mirdan chiqqan aziz do'stlar. Ichidagi narsalarni ham e'tibor etamiz. Hamma narsasi tayyor holda 100% yevro. Yevro dizaynida ishlangan joyimiz endi bu aziz do'stlar. Girgandan televizorlar ham turibdi, postapkalar ham devorlari chiroyli qilib uzatilingan. Вообще joyimizga gap yo'q. Kuxonniy mebellar, girgandan prixoshkalarimiz ham tayyor holda. Hamma narsasi tayyor holda. Bu yonimizda endi ayollarimiz uchun oshxonasi. Aziz do'stlar, ko'rib oshxonamiz. Tak, bu domimizda Dehqon market ham bor, pasında yo'lni bo'yida Dehqon market ham bor. Hamma narsa shu yerda joylashgan. Yoldiz ekan, Daritalam yaqinida joylashgan. Daritalam ko'rsatib turibdi bellarda hamma yeri. Lokatsiyamiz va shu gap bo'lishi mumkin emas. Bu yonimizda endi Xudo xolasa spalnisi. Aziz do'stlar, spalnimizda açık balkon ham bor. Mana ko'rib turibman, ko'chani bir ko'rsatib o'tib ketaman. Mana ko'rib turganingizdek, yo'lni dik bo'yida joylashgan. Bu yon tarafdan kirib kelsangizda, yana Dehqon marketdan yondan kirib, Shoka Motalnar ro'parasida bu domimiz. Tak, bu yonimizda yana ko'rib turganingizdek, devorlarimiz bu kuxonniy spalnilar, hamma narsasi tayyor. Bu yerimizda endi duh konturli kotellarimiz shuna o'rnatilgan ekan, ajoyib. To'pli po'lam bor ekan. Hammallari eshiklarimiz ham e'tibor etamiz aziz do'stlar. Eshiklarimiz ham ajoyib qimmat narxli ishlardan o'rnatilgan. Pastlarimiz g'ola bo'shalib turibdi. Bu yonimizda mehmonxonamiz endi aziz do'stlar. Mehmonxonamizdan perdalari, lustra, hamma narsasi tayyor holda. Yurtdagi hamma narsasi bor. Bu yonimiz sanuzelimiz, hojatxonamiz aziz do'stlar. Sanuzelimiz, hojatxonamiz ham 100% tayyor. Hamma narsasi joyida turibdi. Yurtdagi nima ekan? Restoran bor ekan yurtdoshlar. Kanalimiz hurmatli obunachilar, joyimiz narxi ekranda yoziladi. Mulk egasining nomerini qo'yib qo'yaman. Joyimizda o'tirib berib ko'ringlar. Hamma narsasini tushunasizlar. O'tirib berasizlar, hech narsani tushunmay qolasizlar. Yurtdoshlar. Shoka Motalning nima biladi deb o'ylayman. Shoka Motalnar ro'parasida yangi qurilgan domadan birsi bu yurtdoshlar. Hozircha e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Mulk egasini bemalol telefon qiling. Reklama berajak bo'lsangiz bemalol telefon qiling. Telefonlarni kutib qolamiz.